بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah subhanahu va taoloning go'zal ismlari, Asmaul Husno silsila darslaridan birodarlar, Robbimizning Assalam ismini o'qiyotgan edik, davom etamiz. Bugun 3-darsimiz. Alloh azza va jalla bu dunyoda bandalarning ustiga yuborayotgan musibatlari mana shu insonlarning kelajagi uchun yaxshi. Masalan, bir odam moli cho'kib ketdi. Alhamdulillah deb taqdiriga tan berib rozi bo'lsa, oxiratga o'tib qoladi. Biroda oyog'i sindi, yomonlik. Alhamdulillah, Alloh taolo taqdiri deb rozi bo'lsa, bu gunohlarga kafforat bo'ladi. Demak, dunyoda birodarlar, yomonlik nisbiy bo'ladi. Yomonlik bormi? Albatta yonboshida yoki orqasida yaxshilik bo'ladi. Ana shu nisbiy bo'lgan yomonlik ham bor ekan, bu mutlaq yaxshilikning xizmatida turadi. Alloh azza va jalla bandalarning ustlariga musibat yuboradi. Nima uchun? Astagfirullah. Va lanuziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Albatta biz ular o'z kufr isyonlaridan qaytishlari uchun ularga ulug' azobdan ilgari yaqin azobni, ya'ni dunyodagi azobni tottirurmiz. Ustiga musibat kelyapti, nima uchun? O'sha musibatdan qaytishi uchun. Hozir aytayotganimizdek bir balo keldi bir qavm ustiga, to'xtab tavba qilsa, shu tavba qilganligi foyda bo'ldi. Demak, kelgan musibat ularning foydasiga bo'ldi. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: "Zoharal fasadu fil barri val bahr." Insonlarning ishi tufayli, insonlarning fe'li tufayli quruqlikda ham, dengizda ham fasod tarqadi. Turli ofatlar, balolar yuz berdi. Endi mana shu gunohidan qaytishliklari uchun ularga qilgan ayrim gunohlarining jazosini tottirib qo'ydi. Nimaga keldi balo? Shu gunohidan to'xtasin. Nimaga keldi balo? Shu balo bilan shu gunoh nima bo'lsin? Yuvilsin. Agar insonlar bu ustiga kelayotgan musibatlarni shunday deb qabul qila olgan bo'lsa, u musibatlarga shikoyat qilish emas, Allohga hamdlar aytadi. Bolani tarbiya qilishlikda ota qattiq qo'l bo'ladi. Bolaga bu narsa yoqmaydi. Lekin aslida nima bo'ladi? Bolani foydasiga bo'ladi. Haligi 29-nol polvon bor-ku. Shu aytayapti. Men totalniy kontrol ostida yashaganman. Otam aytgan menga deyapti. Men sendan kuchlimanmi? Ha, kuchlisiz. Men sendan aqllimanmi? Ha, aqllisiz. Men seni otangmanmi? Ha, men aytganimni qilasan. O'sha tarbiya jarayonida otani qattiq qo'l bo'lgani, jazolagani bu bolasiga yoqmagan. Lekin unga yoqmagani bu yomon degani emas-da. Unga mehribon odammi otasi? Mehribon bo'lgan otasi unga bir jazo qo'llagan bo'lsa, bir narsadan man qilgan bo'lsa, uni foydasi uchun bo'lgan. Lillahil masalul a'la. Bizning ustimizga kelayotgan musibatlar, bizga yoqmaydigan ishlar bizning foydamizga. Chunki Robbimiz bizga otamizdan ham mehribonroq, onamizdan ham mehribonroq. Eng yangi bir rusumdagi mashinani minib ketyapti Ahmad. Kayf holatda, mast holatda. Perevalga chiqib ketdi. Endi mast bo'lganidan keyin nima bo'ladi? Jarga qo'laydi, dabdalasi chiqadi. Endi mana shu bir dabdalasi chiqib ketgani, mana shu Ahmadni tushib halok bo'lganida mashinani ishlab chiqargan zavod aybdor bo'ladimi? Yo'q. Kim aybdor? Mast bo'lgan Ahmadda o'zi. Chunki ana shu mashinani minishlik qonun qoidalariga rioya qilmadimi? Tamom, yomonlik o'zi sababli keldi. Shuning uchun yomonlik zavoddan bo'lmaydi. Yomonlik mashinani ishlatishlikda yo'lga qo'yilgan xatoda, yo'l qo'yilgan xatoda. Masalan, tuz yaxshi narsami, yomon narsami? Yaxshi narsa. Shakar ham yaxshi narsa.
Mana bu kir yuvish kukuni ham yaxshi narsa. O'zbekcha aytganda stiralniy parashok. Endi ovqatga, tuzli o'rniga ana shu kir yuvish kukunini solsangiz, nima bo'ladi? Ovqatda yeb bo'lmaydi. Endi shu bilan mana shu kir yuvish kukuni yomon bo'lib qoladimi? Yo'q. Qiyom yo holva tayyorlayapmiz. Shakarni o'rniga tuz soldik. Bu holva yoki qiyom bo'ladimi? Yo'q. Shu bilan endi tuz yomon bo'lib qoladimi? Shakar ham yaxshi narsa, tuz ham yaxshi narsa. Faqat uni iste'mol qilish, ishlatishlik xato bo'lganligi uchun yomon narsaga aylanib qolyapti. Misol tushunarlimi? Shuning uchun vasharru laysa ilayk. Parvardigor, yomonlik sendan emas. Yomonlik o'zimizdan, qilgan fe'limizning natijasi. Alloh taolo assalom bo'lgan zot. Siz bilan bizga salomatlik, xotirjamlik, osoyishtalik, omonlikni beradi. Osoyishtalik, salomatlik, omonlikning manbai asli Alloh subhanahu va taoloning o'zi. Mana mashinaga motor qo'yiladi. Nima uchun? Harakatlanish uchun. Endi shu mashinaga tormoz ham qo'yiladi. Nima uchun? To'xtatish uchun. Qarang, bitta mashinada ham harakatga keltiradigan qismi bor, ham to'xtatadigan qismi bor. Bir-biriga qarama-qarshi ikkita narsa. Nima uchun qo'yildi bu narsa? Insonning salomatligi uchun. Yursa uzoqqa yaqin bo'ladi, to'xtasa salomat bo'ladi. Demak, motor ham bo'lish kerak, tormoz ham bo'lish kerak. Lillahil masalul a'la. Inson dunyo, qarang, inson salomat bo'lish uchun mashinada motor ham bor, tormoz ham bor. Bir-biriga qarama-qarshi narsa. Endi inson hayotda salomat bo'lishligi uchun, birodarlar, unga yaxshilik ham kerak, yomonlik ham kerak. Nima demadingiz? Qancha odamlar bor. Ehtimol oramizda o'tiribdi shunaqalar, boshiga tushgan bir musibat tufayli namozga yiqilgan. Molidan ajragan, sog'ligidan ajragan, ustiga bir musibat kelganda, shu musibat uni Alloh deb masjidga kelishiga sabab bo'lgan. Demak, shu yomonlik u uchun nima bo'ldi? Yaxshilik bo'ldi. Bankrot bo'ldi, moliga talofat yetdi. Shu bilan harom puldan ham qutuldi, harom tijoratdan ham qutuldi. Taqdirga rozi bo'ldi, qilgan gunohlariga nima bo'ldi bu? Kafforat bo'ldi. Demak, ustimizga kelayotgan yomonlik u mutlaq yomonlik emas. U nisbiy yomonlik. Bir tomoniga yomonlik, qolgan tomoni foyda. Va mana shu nisbiy yomonlik mutlaq yaxshilikning xizmatida turadi. Ikki ma'no. Assalom. Assalom bo'lgan Robbimiz siz bilan bizni subulus salam, salomatlik yo'liga boshlaydi. Alloh azza va jalla bir bandasini ustiga yuborgan musibatlarini, hikmatini nima ekanligini qiyomat kunida fosh qilib beradi. Nima uchun bu musibat keldi ustiga? Va mana shu musibat kelganligi unga nima foydasi bor edi? Qiyomatda shuni hikmatini Alloh taolo ko'rsatib qo'yganida, banda shu dunyoda uni ustiga kelgan musibatlar aslida Allohning rahmati ekanligini, rahmati bo'lganligini tushunadi. Kahf surasiga murojaat qilmaymizmi? Musa va Xizr alayhissalom kemaga chiqishdi. Teshib qo'ydi Xizr alayhissalom. Keyin hikmatini aytdi. Kemachi yomon bo'ldi, zarar bo'ldi deb turuvdi. Lekin dengizning narigi sohiliga borsa, uni kemasi teshik bo'lganligi uchun uni kemasini musodara qilishmadi. Boshqa kemalarni musodara qilyapti. Shu dunyoda hikmatini ko'rib turib qalbi erib ketdi. Yoki ana shu balog'atga yetib yetmagan bolani Xizr alayhisalom o'ldirib qo'ydi. Nimaga o'ldirding? Hayron bo'ldi Musa alayhisalom. Ota-onasi ham musibat deb bildi buni. Haqiqatan bir qaraganda musibat. Osonmi 15 ga kirgan, 14 ga kirgan bolangizni o'ldirib qo'ysa biroq. Lekin qiyomatga borganda hikmat ko'rinadi. Musa alayhisalomga aytdi Xizr alayhisalom. Bu bola katta bo'lsa kufr, tug'yonga kirib, ota-onasini ham kofir qilib tashardi dedi. Mana endi ota-ona qiyomatga borganda bolasini o'lganligi, shu musibat o'zini foydasi ekanligini bilgandan keyin qalbi erib ketadi. Birodarlar, assalom bo'lgan Robbimiz bizni salomatlik yo'liga da'vat qiladi. Insonning jasadidagi suyak, insonning qaddi qomati, bo'y basti shu suyagi bilan shakllanadi. Bu suyak ma'lum bir vaqtgacha o'sadi-da, keyin to'xtaydi. Kim to'xtatdi uni?
Ana shu suvni yaratgan Parvardigor olam. Agar shu suvni o'sishi to'xtamay qolsa nima bo'ladi? Yoki o'smay qo'ysa-chi, unda nima bo'ladi? Ana shu kerak joyigacha o'stirib to'xtatib qo'ygan assalom bo'lgan Robbimiz birodarlar. Ana shu kerak joyigacha suvga o'sadi-da, suvni o'stiradigan hujayralar uxlaydi. 40 yil, 50 yil uxlaydi. Qarang, mana shu 40 ga, 50 ga, 60 ga kelgan odamni a'zosida biron suv sinsa, boyaga uxlatib qo'yilgan hujayralar uyg'onadi-da, singan suvini bir-biriga tutashtiradi. Bir o'ylab ko'rganmizmi shu narsani? Travmatolog ishi nima? Rentgen qiladi, ko'radi, shunday suvni olib kelib turib, bir-biriga yopishtirib, gips qilib qo'yadi. Suvni bir-biriga tutashib ketishi, unib ketishi kim ishi? Kimi san'ati? Endi tasavvur qiling, odamlar o'zi yasagan drelni oling, perforatorni oling. Sinib qoldi yoki ikkiga bo'linib ketdi. Nima qilasiz? Bu ikki singan joni bir-biriga olib kelib, bunday yopishtirib, baylab qo'y, ertaman yaxshi bo'lib qoladi deysizmi? Allohning ma'rifatiga olib boradigan eng yaqin yo'l birodarlar, bu koinot haqida tafakkur qilish. Mana suv haqida ozgina tafakkur qildik. Subhanalloh deyapmizmi? Allohning san'atiga lol qolib yoqamiz ushayapmizmi? Allohni tanishlikka olib boradigan eng yaqin yo'l birodarlar, koinot haqida, borliq haqida tafakkur qilishlik. Demak, banda uchun bu dunyoda salomatlik degan narsa beriladigan bo'lsa, bu salomatlik deganda nimani tushunamiz? Hammasi. Bularning hammasi Alloh tomonidan bo'ladi. Va Alloh taolo haqiqiy salomatlikka da'vat qiladi. Mana bizdagi immunitet, kasalliklarga qarshi kurashadigan ishimizdagi quvvat. Bu ishimizdagi immunitet bitta bir qo'shinga, armiyaga o'xshaydi. Bu qo'shinning razvedka qismi bor, qurol ishlab chiqaradigan qismi bor, jangovar qismi bor, xizmat qismi bor, himoya hujum qismi bor. Endi mana shu tizimni birodarlar Alloh taolo yaratib bizni xavfsizligimiz, salomatligimiz uchun, kasalliklarga qarshi turish uchun siz bilan bizni jasadimizga joylashtirib qo'ygan. Misollar juda ko'p. Shundan bittasi. Ikkita buyragimiz bor. Ikkita buyragimiz bor, pochka. Ana shu ikkala buyragimiz bizni qonimizni tozalab turadi. Bizni ehtiyojimizdan 20 barobar ko'proq xizmat qiladi. Tushunalingmi? Bizga tozalanish kerak bo'lgan miqdordan 20 barobar ko'proq xizmat qiladi. Uni mana shunday ko'p ishlab katta xizmat qiladigan qilib qo'ygan kim? Alloh taolo. Nima uchun bu? Bizning salomatligimiz uchun. Biz Alloh taoloni mana shu Assalom ismini o'rganar ekanmiz. Alloh bizni yaxshi ko'rayotganligini his qilamiz, tushunamiz. Bizda qanaqa salomatlik bo'lsa, Assalom bo'lgan Robbimizdan ekan. Assalom bo'lgan Alloh subhanahu va taolo bizni salomni fosh qilishga, bir-birimizga salom berishlikka da'vat qildi. Bizni subulus salomga chaqirdi. Bizni dorus salomga chaqirdi. Alloh taoloning Assalom ismi. Bu ismni birodarlar amaliy tatbiqi bor. Ya'ni bu ismdan oladigan xulosamizni amaliy ko'rinishi bor. Nima u? Hamma yaxshilik, hamma salomatlik, tinchlik, osoyishtalik, omonlik Allohdan ekanmi? Mo'min mana shu ismdan o'ziga ulush oladi-da, o'zini atrofidagilarga mana shu salomatlik manbai bo'ladi. Assalom ismini o'rgandik, undan oladigan ulushimiz nima? Atrofimizdagi odamlar ham, hayvonlar ham, butun jonivorlar bizdan salomat bo'ladi. Shunda siz Assalom ismidan o'zingizga ulush olgan bo'lasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi." Haqiqiy musulmon kim? U shunaqa odamki, musulmonlar uning tilidan ham, qo'lidan ham omonda. Sizdan xotirjam, sizdan xavotiri yo'q, sizdan qo'rqmaydi. Ustundan yozib bermasmikin? Sirini sotib qo'ymasmikin? Mashinama balonni teshib qo'ymasmikin? Paynoqni to'sib qo'ymasmikin? Bu hadisni eshitib turib, kallamizga birinchi keladigan fikr nima? Demak, musulmon atrofdagilarga ozor bermas ekan. Birinchi xulosa shu. Lekin bu hadisning ma'nosi bundan ko'ra chuqurroq.
Agar bir musulmon ikkinchi musulmonga ozor bersa, menga falonchi aziyat berdi deyiladi. Ammo musulmon odam musulmon bo'lmagan odamga aziyat yetkazsa, menga kim ozor yetkazdi deydi? Musulmonlar deydi. Musulmonga musulmon aziyat yetkazsa, menga Ahmad zarar yetkazdi deydi. Ammo Ahmad bir g'ayri dinga zarar yetkazib qo'yadigan bo'lsa, menga musulmonlar yomonlik qilishdi deydi. Shuning uchun har bitta musulmon odam o'zini islomni elchisi deb bilishligi kerak. Payg'ambarimiz aytadilar: "Anta ala sug'ratin min sug'aril islam, fala yu'tiyanna min qibalik." Sen dedilar Rasululloh, islomning chegaralaridan birida turibsan. Ya'ni chegarani qo'riqlab turgan odamsan. Dushman sen tomoningdan kirib kelmasin. Seni fe'ling, atvoring, xatti-harakating, so'zing, qilig'ing natijasida musulmonlar va islom yomon bo'lib ko'rinmasin. Bu ayniqsa g'ayri dinlarda yurtida yashayotgan musulmonlarga tegishli narsa. Ana musulmonlarning ahvoli deydi. Ana shu palonchini aybi deyilmaydi, palonchi Ahmadning aybi demaydi, musulmonlarning aybi deydi. Ana shu musulmon bo'lmaganlar bilan qilayotgan muomalamizda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Tilimizdan, bosar-tusar ishimizdan, muomalamizdan ular aziyat ko'rmasligi kerak. Chunki senga qarab turib ular islomga baho beradi. Shuning uchun aytyapmiz-da, har bitta musulmon o'zini islom va musulmonlarning elchisi deb bilish kerak. Elchi bir davlatdan ikkinchi davlatga elchi boradi. Mana shu borgan elchi o'zining mamlakatini nima bo'ladi? O'zini davlatini vakili bo'lib turadi. O'zini so'zida, fe'lida, muomalasida qilgan xatosida uni mamlakatini xatosi deb e'tibor qilinadi. Shuning uchun elchi bo'lgan odam juda ham ilm ma'rifatli, odob axloqli, esli xushli odam bo'lishi kerak. Espas, unaqa bir chola dumbul odamni hech kim elchi qilib yubormaydi. Xuddi shunga o'xshagandek, sodiq musulmon biladi nimani? Men tufayli g'ayri dinlar islomga yomon ko'z bilan qaramasin. Agar musulmonlar ana shu g'ayri dinlar orasida yashar ekan, islomiga to'liq amal qilsa, axloqi go'zal bo'lsa, muomalasi go'zal bo'lsa, ahdida turib, chiroyli xulq bilan tanilsa, ana shu g'ayri dinlarda islomga bo'lgan munosabati o'zgarar edi. Ha, endi g'ayri dinlarda yurtda yashayotgan musulmonlarda hammasini bir xil yomon demaymiz. Ular ichida diniga amal qilayotganlar ham bor, lekin aksar holatlarda bunaqa emas. Aytyapmiz, kamdan kam holatda musulmon odam g'ayri dinlarga nisbatan xato qilsa, falonchining xatosi deyiladi, lekin aksar holatda musulmonlar ahvoli shu deydi. Agar da'vatchilardan, doilardan birontasi bir xato yo'l qo'yadigan bo'lsa, ana deydi, domlalaring deydi. Ana deydi, da'vatchilaring deydi. Xato qilgan odam bitta, aybdor mingta. Demak, Rasululloh aytdilar, musulmonlar uning tilidan va qo'lidan salomat bo'lgan kishi haqiqiy musulmondir. Demak, hadisni birinchi ma'nosi atrofidagilarga aziyat bermaydi. Bu hadisning birinchi ma'nosi. Chuqurroq qaraydigan bo'lsangiz, siz tufayli islomga gap so'z tegmasligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Vallohi la yu'min. Vallohi la yu'min. Vallohi la yu'min." Allohga qasam, mo'min bo'lmaydi. Allohga qasam, mo'min bo'lmaydi. Allohga qasam, mo'min bo'lmaydi dedilar. Man ya Rasululloh? Kim ya Rasululloh? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Kim haqiqiy musulmon bo'lmaydi? Ozorlaridan qo'shnisi xotirjam bo'lmaydigan kimsa deb javob berdilar Rasululloh. Imom Buxoriy rivoyat. Qo'shningiz sizdan xotirjam emasmi? Qo'shningiz sizdan cho'chib xavotir olib turadimi? Rasululloh bu odamni mo'min bo'lmaydi deb aytibdilar 3 marta qasam ichib. Demak, sen birodar Allohning Assalam ismiga iymon keltirding. Bu ismdan o'zingga ulush nasiba olishing kerak. U ulush nasiba qanaqa bo'ladi? Atrofingdagilar sendan tamomiy xotirjam bo'lish kerak. Eng yomon odam kim? U shunaqa odamki, odamlar buning yomonligidan qo'rqib turishadi.
Asarlarda keltiriladi, sharrukum man ittaqahu nasu mahofata sharrihi. Oranglardagi eng yomon odamlar, ichinglardagi eng yomonlar odamlar uning yomonligidan xavotirda turadiganidir. Shunaqa odamlar bor atrofimizda, haligi odam bilan yaxshi muomala qilishga majburmiz. Xohlamaymiz, lekin majburmiz. Chunki yaxshi muomala qilmasangiz, undan sizga yomonlik yetib qolishi mumkin. Mana shu odamlar eng yomon odam bo'ladi. Bora. Lekin o'sha sizga yomonlik yetkazadigan holatdan ketgandan keyinmi, qarab ham qo'ymaysiz u tomonga. Chunki qo'rqqaningizdan, yomonligidan nima qilyapsiz? Assalomu alaykum deb yaxshi muomala qilyapsiz. Haqiqiy mo'min bunaqa bo'lmaydi. Chinakam iymon egasi bo'lgan haqiqiy mo'min bu atrofidagilar uchun omonlik maslari bo'ladi. Atrofidagilar undan tamomiy xotirjam bo'ladi. Undan bironta bir yomonlik kelishini xavotirni qilishmaydi. Chunki u assalam bo'lgan Robbisini taniydi va assalam ismidan o'ziga ulush nasib olgan bo'ladi. Alloh azza va jalla o'zini mana shu go'zal ismi assalamdan ulush nasib olib, atrofimizdagilar bizdan xotirjam bo'lishiga tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalamu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.